Men kecha bir taksiga o'tirib qoldim. Haligi odam aytayapti-da, bizni odamlar kamsitadigan bo'lib qoldi, mensimaydigan bo'lib qoldi deydi. Arzimagan narsaga haligi minus bosib yurar ekanda hozir. Pul bermaslik maqsadida deydi, men deydi seni senga jalbammi narsa tashlayman der ekan. Shular ham masjidlarga keladi qoraga deb qoldi-da, o'y. Alloh sizni shuni o'rniga sizni o'tkazib qo'yishi mumkin edi. Undan battar ham qilib qo'yishi mumkin. Sizni bugun men o'tgan jumalarda aytdim. Mahallangizdan chiqqanda o'ng tomondagi astronomga qarab qo'ying. O'g'liga yaxshi mashina mindirganlar aytib qo'ysin o'g'illariga. Va qarab qo'ysin. O'ng tomondagi astronomkada yosh qarisi ham turibdi, nogironi ham turibdi, yoshlari ham turibdi. Undan ko'ra yuzli nurliroqlari ham turibdi o'sha yerda avtobus kutib. Mol dunyo birodar kamsiz uchun berilmagan. Chaqirdingizmi? Uni haqqini bering. Arzimagan bir narsadan deydi, muammo topib deydi, pulimiz bermaslik uchun harakat qiladi qoraga deydi. Nima bo'ldi endi bu? Unaqada taksida yursang ham emas, do'stim, piyoda yursang. Bu ham bola chaqasini boqaman deb chiqyapti. Orinmang. Halol mehnatni orinmang. Ustalik qilyapsizmi? Sizni qo'lingizni peshonaga surish kerak. Ketmon chopyapsizmi? Peshonasiga sursin sizni qo'lingizni. Halol mehnat qilishdan orinmang do'stim. Siz eng faxrli odamsiz. Uyaladiganlar o'sha haromdan hisob ekanlar uyalsin. Birovni aldayotganlar uyalsin. Birovni haqqini yeyotganlar uyalsin. Shular qo'rqsin Xudodan. Siz uyalmang, boshingizni g'oz ko'tarib yuring. Haloldan topyapsizmi? Birovdan tamag girmasmisiz? Birovdan qarzingiz yo'qmi? Peshona ter bilan bola chaqa boqyapsizmi? Jamiyatdagi eng aziz inson sizsiz. Bu qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar.